Agar sizlarning ham Instagramingizda har xil bo'lar bo'lmas kontentlar chiqib ko'rishni boshlagan bo'lsa, uni yo'qotishni eng oson yo'lini hozir sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Birinchi o'rinda bu narsa qayerdan kelib chiqadi? Siz hammaga podpiska tashlagan bo'lsangiz, u yerda bo'lar bo'lmas odamlar bo'lsa, ularni ko'rsatgan kontenti, ularga ko'rsatilgan kontent sizga ham ko'rinadi. Shuning uchun kerak emas odamlardan podpiska qilib tashlaganingiz yaxshiroq. Ya'ni masalan, men podpiska qilgan odamlar ko'proq kontur ko'radi, lekin men kontur ko'rish xohlamayman. O'shanga kontur ko'radigan odamlardan chiqib ketsam, menga ham ular ko'rinmaydi. Xo'p, keyin любой kontentga kirib, masalan, mana shu Reels. Men ko'rish xohlamayman. Mana bu uchta nuqtaga bosib, pastroqga tushirsa, "Ne интересует" degan knopka bor. O'shanga bosib, agar birinchi knopkaga bosadigan bo'lsak, sizga faqatgina o'sha odamni kontentlarini reklama qilmaydi boshqa. Agar pastga tushib, "Настроить"ni bossak, eng pastidan "Сброс'ni bossak, "Далее"ni bosib tashlasak, bizga kontentlarimizni onadan tug'ilgandek qilib, yangi qilib ko'rsatib chiqarib beradi. Shundan keyin Instagramdan bitta chiqib, boshqatdan kirib, yangi kontentlarni ko'raveramiz. Bu videoni bo'lmag'ur kontentlar ko'raveradigan tanishingizga yuborib qo'ying.